Assalomu alaykum. Shoh 91 kanali a'zolari, navbatdagi temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan ko'ramiz. Qafasimiz tovuqlar uchun uzunligi 3 metr, tuxumdoni hisobi bilan 380 общий. Eniga 120 ni o'z ichiga oladi. Balandligi esa oyog'ini tomoni uchigacha 170 cm ga ajratilgan, o'rtasidan bo'lingan, ikki xonaga ajratilgan. Eshiklari profildan bo'lgan, ichiga odam kirsa bemalol ko'taradi. Mana qafasimiz va qo'noqlari ham yetarli darajada. Xo'p, tuxumlash xonalarini yoniga qilganmiz. Raddumlarni mana bu yerdan tuxumini olib foydalanish mumkin. O'rtasidan bo'lib qo'yilgan, mana bu yerdan tuxumini olib, tovuq tuxumlaganda ochib foydalanish mumkin. U tomoniga ham xuddi shu narsani o'rnatganmiz va joy idishlariga yuzlanamiz. Juda ham chiroyli, mana baquvvat holatda, oxirlari ham keng holatda bu yerga ovqatlarni solamiz va yopib qo'yamiz. Mana ochilmaydi. Bu yoqdan mushuklar ovqatiga xalaqit qilmaydi. Mana bu yerlarga nerjivinkalarni qo'lbola qilib qo'yganmiz. Oyoqlarini gullariga ham, naqshlariga ham e'tibor berasizlar. Bu qafasimiz temir ugunnidan bo'lgan, yollari esa MDF bilan, orqalarini ham MDF bilan o'radik. Bitkana bosmaydi tovuqlarga. Oldilariga mana siliflar, latoklarni qo'yganmiz. Suvi doniga tushmay, chekkaga oqib tushib ketish uchun. Qafasimizni zakazga tayyorlab berdik, 4 million so'mga tayyorlab berdik. Mana bu yerda esa katta ishqibozlar uchun mana juda ham chiroyli holatda, keng holatda, tomlari ham o'zgacha dizaynda bo'lgan. Uzunligi 2 metr, eniga 160 cm, balandligi esa 230 ni o'z ichiga oladi. Qo'noqlarni chiqaradi. Xohlagan paytda qo'yib qo'yish mumkin qo'nog'ini. 25 ta katta uyalar mavjud ichida va tepa qismida tanlash xonalari bor. Eshiklari mana juda ham chiroyli, mana ranglari esa mokriy bo'lgan. Mana qo'noqlari yetarli darajada qafasimizni. Mana bu yerda parlash xonalari bor. Uyalari katta-katta, bir pardan o'tirganda ham 50 ta, 55 ta kaptarni o'z bag'riga sig'diradi qafasimiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga, salomat bo'ling.